Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan qon aylanish sistemasi haqida gaplashib o'tamiz. Qon aylanish sistemasi haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, odam embrionining mezoderma qavati hosilasi bo'lgan qon aylanish sistemasi ilk bor xalqaro chuvalchanglarda paydo bo'lgan hisoblanadi. Endi e'tiborlaringizni quyidagi chizmaga qaratsam. Quyidagi chizmada biz yurakning tasvirli sxematik ko'rinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rganlaringizning yurak 4 ta kameradan iborat, ya'ni bu chap bo'lma, o'ng bo'lma, o'ng qorincha hamda chap qorinchadan iborat. Chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'rtasida 2 tabaqali, o'ng bo'lma bilan o'ng qorincha o'rtasida esa 3 tabaqali klapanimiz bo'ladi. Bu yerda tayoqcha ko'rinishida tasvirlab o'tganman. 3 tabaqali, 2 tabaqali. Endi chap qorinchada va chap bo'lmachada har doim kislorodli qon, o'ng bo'lma bilan o'ng qorinchada esa har doim karbonat angidridli qon bo'ladi. Organizmdagi qon aylanish sistemasi o'z navbatida katta va kichik qon aylanish doirasiga bo'linib, chap qorinchadan aorta deb ataladigan eng yirik arteriya qon tomiri chiqib, o'z navbatida chap tomonga qarab ketadi. Demak, chiqib chap tomonga qarab ketib, chap qorincha va aorta qon tomiri o'rtasida yarim aylanasimon, ya'ni yarim doirasimon yoki bo'lmasam yarim oysimon, aniqrog'i yarim oysimon klapanimiz bo'ladi va chap tomonga qarab ketdi. Yurakdan chiquvchi qon tomirlar bular arteriyalar deyiladi. Yurakka kiruvchi qon tomirlar bular vena deyiladi. Aorta bu eng yirik arteriya qon tomiri hisoblanadi. Chap bo'lmachadan o'tgan qonimiz chap qorinchadan katta qon aylanish doirasini boshlab berib, o'z navbatida kislorodli qonni to'qim organlariga olib boradi. To'qim organlarga o'zini kislorodini berib, kisloroddan keyin u o'z navbatida qanday qonga? Karbonat angidridli qonga aylanadi. Karbonat angidrid. Bilamizki, to'qim organlarimiz yurakdan tepada va yurakdan pastda joylashgan bo'ladi. Yurakdan pastda joylashgan to'qim organlarimizga borgan qon pastki kavak vena orqali yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyilsa, yurakdan tepada joylashgan to'qim organlarimizdan kelayotgan karbonat angidridli qon yurakning o'ng bo'lmachasiga tepadan kelib, yuqori kavak vena orqali kelib quyiladi. Pastki kavak venadan yurakka kelish uchun to'siqlar paydo bo'lganligi uchun va bu yerda qonni harakatini ta'minlab berish uchun kavak venalarda shunday xususiyat borki, asosan pastki kavak vena klapanlari bo'ladi va bular qonni faqatgina bir tomonga harakatlanishini ta'minlab beradi, ya'ni yurak tomonga harakatlanishini haydab beradi. Qanday qonni? Karbonat angidridli qon. Va shu bilan o'ng bo'lmachada chap qorinchada boshlangan qon o'ng bo'lmachaga kelib quyildi, ya'ni to'qim organlarga berib, bu yerda katta qon aylanish doirasi yakunlanadi. O'ng bo'lmachaga kelib quyilgan karbonat angidridli qonimiz 3 tabaqali klapandan o'tib, o'ng qorinchaga o'tadi. O'ng qorinchadan esa kichik qon aylanish doirasi boshlanadi. Kichik qon aylanish doirasi o'z navbatida yarim oysimon klapandan o'tib, yarim oysimon o'zining tarkibida qanday qon bor? Karbonat angidridli qonni o'pka arteriyasi orqali, ya'ni bu yerdan chiqib turgan qon tomir o'ng qorinchadan o'pka arteriyasi deyilib, uni soni 2 ta bo'ladi. Sababi o'pkalarimiz o'ng va chap o'pkadan iborat-ku. O'pkani tasvirlaydigan bo'lsak, o'ng hamda chap o'pkaga kelib turib quyiladi. Bu yerda alveolarlarda karbonat angidrid gazi kislorodli qonga o'tib, kislorodli qonimiz o'pka venasi orqali, 4 ta o'pka venasi orqali yurakning qaysi chap bo'lmasi qismiga kelib quyiladi kislorodli qon.
Natijada kichik qonlanish doirasi ham o'ng qorinchadan boshlanib, chap bo'lmachada yakunlanadi. Boradigan joyi yurakdan chiqib faqat o'pkaga borganligi uchun va gazlarni almashishda ishtirok etganligi uchun kichik qonlanish doirasi deyiladi. Endi yurakning ishlash mexanizmlari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyidagi nimalarni o'chirib tashlagan holda yurakning ishlashi, qaysi klapan qay holatda qanday ishlashi haqida batafsil to'xtalib o'tsak. Endi testimizda yoki bo'lmasam shu testdan boshqa nimada emas, shu testimizda bizga so'rashi mumkin. Chap bo'lma qisqargan paytda qaysi tavaqali klapanlar ochiq, qaysi tavaqalar yopiq deylik. Chap bo'lma shu holatda, mana shu holatda turibdi. U qisqargan paytda kichik holatga o'tadi, ya'ni qisqarish holati bo'ladi. O'zining tarkibidagi kislorodli qonni o'zidan chap qorinchaga o'tkazish bo'ladi. Demak, bu yerda maqsad qaysi tavaqali klapanimiz? Ikki tavaqali klapanimiz ochiq bo'ladi. Bu yerga to'layotgan paytida, ya'ni bu qisqarib, bu to'layotgan paytida bu yer qanday holatda? Yopiq holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Bir narsani eslab qoling, bu yerda 2 tavaqali klapan, 3 tavaqali klapanning ishlash mexanizmi har doim bir xil bo'ladi. Ya'ni 3 tavaqali klapan ochiq deyilyaptimi? Demak, 2 tavaqali klapan ham ochiq. 3 tavaqali klapan yopiq deyilyaptimi? Demak, 2 tavaqali klapan ham yopiq holatda bo'ladi. Deylik, endi chap qorincha qisqargan paytini inobatga olsak, chap qorincha qisqarsa. Chap qorincha qisqarayotganda maqsad bu yerdagi kislorodli qonni aorta qon tomiriga chiqarib berish. Demak, bu yer qisqargan paytida qon orqaga qaytib ketmasligi uchun ikki tavaqali klapanimiz qanday holatda? Yopiq holatda bo'ladi, yopiq holatda. Bu yer esa yarim oysimon klapanimiz, bu yerdan qon chiqishi kerak-ku. Ochiq holatda bo'ladi. Yarim oysimon klapanlarning ishlash mexanizmi ham o'ng qorincha hamda o'pka arteriyasi o'rtasidagi yarim oysimon klapan hamda chap qorincha va aorta o'rtasidagi yarim oysimon klapanning ishlash mexanizmlari bir xil bo'ladi. Xuddi 2 tavaqali hamda 3 tavaqali klapanlarning ishlash mexanizmiga o'xshab. Endi bo'shashish holatini inobatga oling. Bo'shashish holati. Bo'shashish holatida qanday test tushadi yoki bo'lmasam qanday so'raladi? Masalan, sizga chap qorincha testimizda bizga so'rayapti. Chap qorincha bo'shashgan paytida qaysi klapan ochiq, qaysi klapan yopiq bo'ladi? Demak, yurakda sistola holat bo'ladi. Sistola bu qisqarish holati. Keyin diastola bo'ladi. Diastola. Bu bo'shashish holati. Bo'shashish. Demak, chap qorincha bo'shashish holatida bu yerdan maqsad qon bilan to'layotgan fazaga o'tgan bo'ladi. Ya'ni bo'shashib turibdi. Qisqargan paytda qon bu yerdan chiqish kerak. Endi bo'shashayotgan paytda qon bilan to'lish kerak. Qon bilan to'lish holatida ikki tavaqali klapan ochiq, bu yer ilik holatda bo'ladi, yopiq holatda bo'ladi. O'ng qorincha diastola holatida bo'ladi deyilgan holat bo'ladigan bo'lsa. O'ng qorincha diastola degani o'ng qorincha bo'shashgan holatida bu qon bilan to'layotgan bo'ladi. Ya'ni o'ng qorincha diastola holati bu chap bo'lmalarning, o'ng bo'lmalarning qisqarayotgan holatini aytib o'tadi. Ya'ni o'zi yurak sistola holati, yurakning qisqarish holatini aytadigan bo'lsak, 0,8 sekund vaqt, ya'ni 1 sekund ham emas, 0,8 sekundni tashkil qiladi. Ya'ni bular ketma-ketlikda ishlaydi. Chap bo'lmachamiz qisqaryapti degani o'ng chap qorincha bo'shashgan holatda, qon bilan to'layotgan holatda bo'ladi. Chap qorincha qisqaryapti degani bular bo'shashgan holatda, ya'ni bular qon bilan to'layapti. Bu yerda e'tibor qilishingiz mumkin. Qancha? 1, 2, 3, 4 yarim oysimon, bu yerdagi 5, 6, 7, 8 ta yurakda jami teshiklar bor ekanligini inobatga olib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi sizga tushuntirmoqchi bo'lgan darsimiz shundan iborat edi. Yurakning tuzilishi, sxematik ko'rinishi, klapanlari
tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsimizda yurakning qon tomirlarini tuzilishi haqida, yurakning sistola, diastolasi qancha vaqtda bo'lib o'tishi haqida to'xtalib o'tamiz va yurakning boshqa holatdagi ko'rinishlari. Sog' bo'ling, omon bo'ling, nasib qilsa keyingi darsda ko'rishguncha xayr.